Assalomu alaykum barchaga. Bro Invest obunachilari, bugun yangi oy boshlanishi munosabati bilan tahlillarimizni Bitcoinga asoslangan holda fundamental texnik taraflama tahlillarini bir oylik prognozlarni berib o'tishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha. Va siz albatta hozirgacha chiqqan 8 ta videolarimizni albatta yaxshilab bilim sifatida ko'rib chiqishingizni, har bir videoda like va komment yozib qoldirishingizni so'rab qolaman. Unda boshlaymiz. Har doimgidek Bitcoindan boshlaymiz. Bitcoinning oylik sham holati qanday? Bir oy vaqtimiz bor, ya'ni hozirgi narx 66.000 va pastga yurish bo'ladimi? Albatta katta ehtimol bilan yurish bo'ladi. Avval haftalik va kunlik holatlarni ham ko'ramiz. Ichki strukturada umumiy holati pastga tushish, ya'ni ayiq trendi davom etyapti. Mana bu holat. Bizga ya'ni 1, 2, 3 ta shamdan keyin razворотный model berish kerak edi, lekin hozircha razворотный model berilmadi, lekin razворотный model berishiga tayyor turishimiz kerak. Shuni holatini hozir tahlilini olib boramiz. Oylikdagi sham eng muhim jihati tradingda bitta narsani tushunish kerak. Har doim texnik tarafni tahlil qilishni boshlaganda 12 oylik shamdan boshlab, endi u misol uchun Bitcoin emas, boshqa coin bo'lishi mumkin. 1 yil, 2 yil, 3 yil oralig'ida shakllanib kelgan coin bo'lishi mumkin. Shamlarni maksimum kattasidan kichkinasiga qarab asta-sekinlik bilan time frame'larni o'zaro moslashtirgan holatda tahlillarni amalga oshirish kerak bo'ladi. Va birinchi holatda hozir to'liq chartni ochadigan bo'lsak, mana bu yerda FVG zonamiz bor. Mana bu FVG zonani to'ldirish kerak. Eng pastki minimum bu $44,000 tashkil etyapti. 6 oylik holatga o'tadigan bo'lsak, undan pastda ham yana FVG zonamiz bor. Ya'ni bu eng oxirgi 6 oylikda $31,000 FVG zonamiz bor. Va mana hozirgi holat bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, $49,000 oralig'i mana shu zonalarda likvidlar yig'ilgan. Asta-sekin time frame'larni kichraytirib biz narx holatini ko'rib chiqamiz. Chartga e'tibor qiladigan bo'lsak, mana bu chizilgan korobka, ya'ni bu avval support vazifasini bajarib shu nuqtadan yuqoriga harakatlantirgan bo'lsa, endi bozor aynan shu strukturani pastga buzib o'tdi va hozir urilish bo'ladida va yana pastga harakat bo'ladi. Hozir endi resistingga, ya'ni qarshilik darajasiga aylandi desak bo'ladi. Va e'tibor qiling, mana shu zonada narx juda ko'p marotaba yig'ilgan, harakat bo'lgan va yig'ilgan. Berilgan nuqtamiz bu olinmagan likvid zonalar hisoblanadi. Ana endi kunlikdagi holatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana divergensiyalar bilan chizib oldingi holati va hozir qanday shakllanyapti shularni belgilab qo'ygandim. Bizda pastda ham yuqorida ham likvid pul bor va hozir nima uchun yuqoriga salgina harakat bo'ladi? Avval tepani tozalaydi. Ozgina haftalik prognoz fundamental yangiliklarga qaraganda ijobiyroq kelishi mumkin va keyingi haftadan 12-sanadan 18-sanagacha bo'lgan oraliqda narx tushishni boshlaydi. Sabab mart oyida 18-sanasida FOMS, ya'ni Federal Rezerv foiz stavkalarini tushirmaslik ehtimoli juda ham yuqori. Buni ko'rib chiqdim. Shunga asoslangan holatda Bitcoin pastga, ya'ni likvidlarni tozalash ehtimoli yuqoriligi uchun narx harakati yana berish, ya'ni trend tushish holatida va o'shanga qarab harakatlanadi degan fikrdaman. Mana bu zonalarda FVG bor. O'sha zonalarda narx harakati bizga tasdiq uchun yana pastga sabab bo'lishi mumkin bo'ladi. Ana endi xo'p, bizga yana kerak bo'ladi USDT dominance. USDT dominansidagi holat ham maksimum nuqtalarga yetib borishi va o'sha yerdagi likvidlar olinishi kerakligi haqida aytib o'tgandik. Mana bu narsani men o'zim uchun belgilab qo'yganman. Hozirda maksimum mana shu nuqtalargacha borishi mumkin. Bu yerda olinmagan nuqta. Bu modelni qanday olindi desangiz, mana bunday shaklda hosil bo'lgan. Mana shu shakl taxminan olingan. Mana bu nuqtada ikkita deyarli tengtepalik deyiladi. Mana shu tengtepalik olinishi kerak. Tengtepalikdan biz pastga razворот modeli hosil bo'lishini kutamiz. O'tgan safar olinmagandi, mana bu nuqtalar olindi. Bu yerda ham olinmagan likvid zona edi. Divergensiya modelini ko'ramiz. Divergensiya holati bo'yicha umuman EMA ni
Xo'p, adashmasam 100 kunlik holati, 200 kunlik holati bo'yicha qo'llab-quvvatlash darajasi sifatida ishlab turibdi. Mana bizda hozirgi bu holat shakllanish, ya'ni qachon uptrendga o'tamiz, taxminiy chizib ko'rsataman. Bu narx tepaga harakatlanganda, misol bu yerda chartda mana bunday harakat hosil bo'ladi. O'zaro teskari bog'liqlikka ega. Mana shu taraflama biz pastga tushishni ko'ramiz va bozorda yana uptrend hosil bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi. Xo'p, yana kerakli taraflama mana shu ikkita instrumentni biz o'zaro bog'lagan holatda ishlatishimiz mumkin. Va Ozers bor. Ozers Bitcoin dominansi bu ham juda muhim. 3 burchak model hosil bo'lyapti. Bundan oldingi holat bo'yicha 2019-yil avgust, sentyabr oylarida eng minimum nuqtalarga tushgan va qisqa o'sish bo'lgan va yana 2020-yil dekabr, yanvar oylarida kuchli impulsiv haqiqiy alt sezon bo'lgan. Hozir ham pastki minimum nuqtaga 25-yil oktyabrda tushgan va hozir yana tepaga qarab yurishni boshlayapti. Lekin bu hali yetarli emas. Mana bu yerda 200 kunlik EMAda rezistan holati hosil bo'lishi mumkin va narxni yana pastga qaytarib yuboradi va keyinchalik bu yuqoriga ko'tarilish ehtimolligi bor. Xuddi mana shu zonalarda sodir bo'lgan voqea kabi takrorlanadi bozorda. Xo'p. Bitcoin mana bu zonaga e'tibor qiling. Hozir aynan ikkilanish holatida, ya'ni shu zonadan yuqorida yopilish ehtimolligi ham bor va shu zonani pastroq buzib harakat mana bu zonalarga yetib keldi deyarli, lekin to'liq hisobga olinmaydi. Umumiy hisob bo'yicha mana bu nuqtani oladigan bo'lsak, Fibonacci darajalariga tayangan bo'lsak, bu bizga mana bu zonalarni olish kerak bo'ladi baribir. Bundan oldin ham shunday minimum nuqtalarni inobatga olgan holda hisoblasak, xuddi shunday takrorlanish bo'lgan. Mana. Hattoki o'sha eng pastki nuqtalari hozir mana bu yerga to'g'ri keladi. Xuddi shunday hosil bo'lishi va akkumulyatsiya hosil bo'ladi, ya'ni narx yig'iladi. Narx qachon razворотный model berishni boshlasa, mana bunday tushib, narx yig'ilib keyinchalik harakat boshlaydi. Salgina xato bo'ldi bu. Qaytadan chizamiz. Salgina yurish bo'ladi, aldamchi harakat va pastga tushib yelkama-yelka keladi, mana bu yerda narx to'planadi. Narx bu yerda to'planmasdan turib impulsiv harakat bo'lmaydi hech qachon. Mana shu narsani ham bilish kerak. Mana bu yerda ham narx to'planib harakatlangan. Odamlarni bozordan chiqarib yuborishga va keyinchalik impulsiv harakat boshlanishi ehtimolligi juda yuqori bo'ladi. Va bizda eng muhim darajalar hozir nargi chartda ham ko'rsatib o'tdim. Bu 42.000 va 34.000 oralig'i bo'ladi. Mana shu oraliqgacha narx ko'tarilib tushib keladi albatta. Chunki siyosiy taraflama bo'layotgan ziddiyatlar ham bunga ta'siri bor va undan tashqari AQShdagi davlat qarzi, obligatsiyalar bilan bo'layotgan holat, foiz stavkalarining yuqoriligi, foiz stavkalari qachon tushirilsa oddiy odamlarda pul bo'ladi va odamlar riskli aktivlarga pul kiritadi. Asosan riskli aktivlarga oddiy odamlar kirishni boshlaganda bozor o'sishni boshlaydi. Oddiy odamlarda pul yo'qmi? Demak, hech qanday bozorda aniq bir o'sish yo'q. Bu yerda tushib kelish hammasi olinayotgan pullarni hammasi bu ETF'lar asosida kelyapti. Razворотный aniq modellarsiz tushib kelyapti. Bu narsa xavfliroq bo'ladi. Va bu yerda bizga sabab bo'ladi, yuqoriga ko'tarilish uchun FBG zonalar tashlab ketyaptimi? Bu normal holat. Mana bu chartni tozalasak bizga kerak emas. Demak, biz qaysi darajadamiz hozir? EMAni hozircha vaqtinchalik o'chiradigan bo'lsak, e'tibor qiling. Bu hozirgi vaziyat mana bu yerga ham to'g'ri kelib qolishi mumkin. Ya'ni bozor bitta aldamchi harakat qilib keyinchalik pastga tushib ketish, ya'ni mana bunday. Mana bu yerda bizda bitta qandaydir o'sish qilib berib turib, yana keyinchalik pastga tushib ketishi ham mumkin. Hamma taraflama tayyor turishimiz kerak, lekin 4 yillik siklga bog'liqlik tarafini oladigan bo'lsak, mana bu chart bizga ko'proq tanishroq desak ham bo'ladi. Mana bu qism. Xo'sh. Mana bu qism bizga beradi. Mana bu yerni.
mana bu qismni beryapti. Va mana bu yerda tushish mana bu zonani beradi. Maksimumlar mana bu yerda hosil bo'lyapti va pastga tushish bo'lyapti. Ya'ni bu bosqichdamiz o'zi aslida. Mana bu bosqichga yetib kelganmiz. Bu ham aslida o'tib ketdi desak agar biz mana bu nuqtaga keldik. Bozor har doim o'sha takrorlanishlarni bizga aytib, ko'rsatib, odamlar shu narsani takrorlaydi. Ya'ni bozor mana shu joyga keldi, endi biz pastga yuramiz yoki bozor shu joyga keldi, yurish tepaga bo'lish ehtimolligi bor va shu narsalar takrorlanishi oqibatida odamlar shu narsani o'zi bilmagan holatda hosil qiladi. Mana biz nimalarga tayyor turishimiz kerak? Ya'ni bozor mana shu siklda ozgina yurish bo'lish ehtimoli bor, lekin katta ehtimol bilan baribir impulsiv harakat yo'q yetarlicha. Aytib o'tganimdek, mana shu zona bizga haqiqiy rezistent bo'lib qoladi. Mana bunday. Xo'p, endi salbi tushib ketdi. Shu holatda biz tayyor turishimiz kerak. Demak, biz mart oyida hech qanday bir yuqori o'sish bo'ladi deb qaramaymiz. Mart oyi baribir yana tushlar bilan bo'ladi. Qisqa o'sishlar bo'ladi. O'sha vaqt ichida kunlik time frame'larda savdo qilish kerak. Mana misol shu zonaga qisqa vaqt ichida o'sish bo'lyaptimi? Misol spotda bo'ladimi, memkonlarda bo'ladimi? O'sha vaqt ichida imkoniyat berishi mumkin bo'lgan koinlarda daromad qilish kerak va bozordan kerakli sarmoyani olib chiqib turish kerak. Asosiy balans diversifikatsiya bu safe holatda turish kerak. Qachonki mana shu zonalarga tushib kelishni boshlasa, qisman sotib olish kerak. Misol uchun Bitcoin olmoqchi bo'lganlar ham, altcoin kuchli altcoin Solana, Ethereum olmoqchi bo'lganlar ham mana shu zonalarda yig'ishni boshlash kerak. Ungacha faqat sabrli holatda bozorni kutishni o'rganish kerak. Eng kerakli narsa bu kutish. Insonni eng ko'p zeriktiradigan va nafsni qo'zg'atadigan narsa bu kutish. Kutishga, sabrga ko'proq e'tibor qiling. Bugungi tushuntirmoqchi bo'lganlarim qisqacha va tushunarli bo'lishi uchun mana shular edi. O'ylaymanki foydali bo'ldi videomiz. Kengroq videolarni do'stlaringiz bilan baham ko'ring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha